Instagram yangi funksiya keldi, mana. Ko'rib turganingizdek, ikonkalarni o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Buni qanaqa qilishni ko'rsataman hozir, mana. Saqlanib qilib qo'yaman, qaranglar. Xo'p, mana Instagram mana bunaqa bo'ldi. Buning uchun biz любой o'zimiz kerakli bo'lgan Google Chrome'dan ham o'tsak bo'ladi, Safari'dan ham o'tsak bo'ladi. Mana Safari'dan men o'tdim. Safari'ga kirib, instagram.com qilib turib, yangi akkaunt ochib olamiz. Ochib olganimizdan keyin eng muhim joyi 2012-yil qilib ro'yxatdan o'tamiz. O'tganimizdan keyin buni Instagram akkauntimizga qo'shamiz. Hozir anetda Safari'dan o'tdik-ku, endi Instagram ilovasining ichidan shu ro'yxatdan o'tamiz. Keyin kirganimizdan keyin mana Instagram bosib turamiz. Mana. Hop. Saqlanib qilib o'kka bosamiz, sekin bundan chiqamiz mana. Hop. Tayyor. Shunaqa videolarni o'tkazib olmaslik uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.